250 mingni qanaqa yuvib beradi moykaga? 250 mingga nima qilishini hozir so'raymiz. 250 mingni qanaqa yuvib beradi moykaga? Cho'tki deyarli deganda nima? Qinchisi ham qiladimi? 150 mingga unaqa qilmaydi. Mashinani ichidan chiqmasdan ikki tarafdan ikkita moygacha yigitlar karter urib berishar ekan chiroyli qilib. Mashinalar ketma-ketlikda tunnelga kirib avtomat ravishda o'zi yuradi, neytral skoroskga qo'yib qo'yish kerak ekan mashinani. Plastik supurgida, nima bo'ldi? Hazillashmanglar, bu nima? Voy, juda qo'rqinchli bo'ldi. Astag'firulloh. Sen endi keldik. Bu artarkan mana, o'zi artarkan. Texnika mo'jizasini ko'rganman-u, lekin bunaqasini ko'rmaganman. Bu yerda pardozlash, andozlash ishlari ekan. 250 minglik moyka mana sizlarga. Xullas, bu avtomaykani afzalligi avtomashina o'rindig'idan tushmasdan 5 minut davomida harakatlanib, tunnel ichidan chiqib ketasiz. Avtomatlashtirilgan avtomoyka, ya'ni robotlar avtomashinangizni yuvib, yaltiratib, quritib chiqarib yuborar ekan.